الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz tafsirul ahlam, tushlar ta'biri mavzusida dars qilayotgan edik. Payg'ambarlarni tushida ko'rishlik haqida. Abu Bakr Ahmad ibn Husayn ibn Mihron aytadi: men bir joriya sotib oldim. Uni men turkiy deb o'yladim. U meni tilimni bilmasdi, men ham uni tilini bilmasdim. Meni sheriklarimni, ya'ni do'stlarimni joriyalari bor edi. Undan so'zlarini menga tarjima qilib berishardi. Kunlardan bir kuni uxlayotgan holatda turdi va yig'lab baqirdi: "Ey Mavlom, menga Fotiha surasini o'rgating", dedi. Men o'zimga o'zim aytdimki, qara, u meni tilimni bilmasdi, qanday u menga men tushunadigan tilda gapiryapti dedi. Yoki u bilarmidi ekan, bilib yasharmidi ekan deb o'yladim. Keyin shu do'stlarimning joriyalari menga u qizni oldiga kelib unga so'radilar: "Sen buni tilini bilmasding, qanday buni gapirding hozir uni tilida?" desa, joriya aytadiki: "Men tushimda g'azablangan bir kishini ko'rdim. Uni orqasida ko'p qavm bor edi. U yurib ketardi. Bu kim deb so'rasam, ular aytdiki, Musa alayhissalom. Keyin men yana bir kishini ko'rdim. U Musa alayhissalomdan da go'zal bo'lgan kishi edi. U bilan ham bir qavm bor edi. U ham yurib ketayotgan edi. Men aytdimki, bu kim? Aytdilarki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Men bu odam bilan ketishni xohlayman, dedim. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir katta eshikka keldilar. U jannat eshigi edi. Eshikni taqillatdilar. U zot uchun eshik ochildi va u zot bilan birga bo'lgan kimsalarga ham eshik ochildi. Ular kirib ketdilar. Men va ikkita ayol qolib ketdik. Biz yana eshik taqillatdik. Eshigi ochildi va aytilindiki, kim Fotiha surasini yaxshi o'qishni bilsa, u uchun izn beriladi dedi. U ikkov ayol o'qidi, ikkoviga izn berildi, jannatga kirib ketdi. Men qolib ketdim. Men Fotiha kitobini, Fotiha surasini menga o'rgating dedim, dedi. Keyin dedilar, men u ayolga juda mashaqqat bilan, katta bir mashaqqat bilan Fotiha surasini o'rgatdim. U yodlagan paytida o'lik holatda yiqildi dedilar. Muhammad ibn Sirin shogirdi aytadi. Ustodim Abu Said rahimahulloh, yana Abu Saiddan maqsad Muhammad ibn Sirin. Payg'ambarlar sallallohu alayhimlarni tushda ko'rishlik ikkita narsadan biri bo'ladi. Yo xushxabar yoki ogohlantirish. U ikki qism bo'ladi. Birinchisi, payg'ambarni o'zini holatida va o'zini ko'rinishida ko'radigan bo'lsa, bu tush sohibini yaxshiligiga dalolat qiladi va uni azizligiga va fazlini komilligiga, dushman bo'lgan kimsalarga qarshi zafar qozonishligiga dalolat qiladi. Bu birinchi ko'rinishi. Endi ikkinchi ko'rinishi esa u payg'ambar, qaysi payg'ambar bo'lsa, holati o'zgargan holatda, ya'ni yuzida bir g'amginlik, yuzi burilgan holatda ko'radigan bo'lsa, bu esa tush sohibini holati yomonligiga va musibati kattaligiga dalolat qiladi. Lekin undan keyin esa Alloh taolo oxirida uni yaxshilikka ochadi. Musibatini ketkazadi. Endi agar u payg'ambarni qatl qilingan holatda ko'radigan bo'lsa, u omonatga xiyonat qilayotganligi va ahdga vafo qilmaganligi, ahdni buzganligiga dalolat qiladi. Alloh taoloning quyidagi oyatini keltiradilar. Muhammad ibn Sirin: "Fabima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighayri haqq." Ular ahdlarini buzganliklari va Allohning oyatlariga kofir bo'lganliklari va payg'ambarlarni behuda, ya'ni haqsiz o'ldirganliklari sababli degan oyatni keltiradi. Endi bu qisqacha umumiy mazmundagi gapirilgan gap. Tafsilotga ko'ra esa, agar kimiki odam alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa va u tushida uni o'zini ko'rinishida, o'zini holatida ko'radigan bo'lsa, u odam katta bir viloyatga, shaharga yetadi. Agar u o'sha shaharning ahlidan bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning quyidagi oyatiki, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa", albatta men uni yer yuziga xalifa qilaman degan oyatini keltirdi. Ya'ni ahliga bir peshvo bo'lishligi mumkin. Agar endi u odam alayhissalom tush sohibiga gapirsa, u bir ilmga yetadi. Alloh taoloning quyidagi oyati: "Va allama Adamal asma'a kullaha", odamga barcha narsalarni ismini o'rgatdi Alloh taolo dedi. Shunday deb ta'rifladilar. Odam alayhissalomni tushda ko'rishlikda yana ba'zi dushmanlarining so'zi bilan aldangan, bir muddatdan keyin u uchun ochilgan holati va rangi o'zgargan holatida ko'radigan bo'lsa, mana bu bir makondan boshqa bir makonga ko'chishlikka dalolat qiladi-da, keyin oxirida o'sha birinchi makonga qaytishlikka dalolat qiladi. Kimiki endi odam alayhissalomni bir narsa bilan ko'radigan bo'lsa, yaxshi bir narsa, mol, farzandlar va rozi bo'luvchi hayotga yetadi. Idris alayhissalom. Idris alayhissalomda kimiki tushida ko'radigan bo'lsa, taqvo bilan mukarram qilinadi va u uchun yaxshilik bilan tugashlik, Allohning huzuriga ketishlikda yaxshilik bilan tugashlik bo'ladi. Va kimiki Nuh alayhissalomni ko'radigan bo'lsa, umri uzun bo'ladi va dushmanlari tarafidan imtihonlar ko'p bo'ladi.
Keyin Alloh taolo unga ularni ustidan zafarni rizq qilib beradi va Alloh taologa ko'p shukr etadigan bo'ladi. Alloh taolo Nuh alayhisalom haqida aytadiki, "Innahu kana abdan shakura." U ko'p shukr keltiradigan banda edi, qul edi dedi. Mumkin u yomon bir ayolga uylanib qo'yishligi mumkin va u uchun farzandlar tug'ilishligi mumkin. Va endi Hud alayhissalom. Kimiki Hud alayhissalomni ko'radigan bo'lsa, dushmanlari uni ahmoq deb masxara qilishligi mumkin. Unga zulmni ko'paytirishligi mumkin. Ular ko'p zulm qilishligi mumkin. Keyin u ular ustida, dushmanlar ustida zafar bilan rizqlantiriladi. Va Solih alayhissalomni ham tushida ko'rgan kimsaning holati ham shunday bo'ladi. Yana Ibn Sirin aytadilar, kimiki Ibrohim alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, inshaalloh hajni ziyorat qilishlik bilan rizqlanadi. Aytiladiki, zolim sultondan katta bir, qattiq bir aziyat unga yetadi. Keyin Alloh taolo unga nusrat beradi va dushmanlari ustidan ham nusrat beradi, yordam beradi, g'olib bo'ladi va Alloh taolo u uchun ne'matni ko'paytirib beradi va soliha ayolni rizq qilib beradi. Aytiladiki, Ibrohim alayhissalomni tushida ko'rishlik otasiga qarshi turishlik ham chiqadi deydi. Bu qilqol deydi, shunaqa gaplar. Asli Ibrohim alayhissalom otasiga behurmatchilik qilgan degan ma'noni qilyapti ham. Bu aslida behurmatchilik bo'lmagan, otasi mushrik bo'lgan va uni hatto qanday otasiga muomala qilganligini Alloh taolo oyatlarda keltirgan, "Ey otajon, otajon" deb gapirgan. Ham mushrikni islomga chaqirgan, da'vat qilgan, Allohdan so'ragan, otasiga hidoyatni so'raganda hikoya qilinadi. Samak ibn Harb u tushida xuddiki Ibrohim alayhissalom uni ikki ko'zini masx qilganligini, silaganligini aytganki, Furotga borganda va uni ichida shum qilgan. Alloh taolo senga ko'zingni qaytaradi dedi. Men ko'zini ochgan paytida shu narsani qilgan bo'ladi. Furotga borib yuvingan, shum qilgan. Alloh taolo uni ko'zini ochgan. Va kimiki Isoq alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, ba'zi kattalardan yoki qarindoshlaridan qattiqlik yetadi, qattiqlik musibat yetadi. Musibat yetadi. Keyin Alloh taolo undan o'sha musibatlarni ketkazadi, izzat va sharaf va xushxabarlar bilan rizqlanadi va uni naslidan podshohlar, raislar va solihlar ko'payadi. Bu agarki u tushida go'zal va holatini komil holatida ko'radigan bo'lsa Isoq alayhissalomni. Agar buni holati o'zgargan holatda ko'radigan bo'lsa, Alloh saqlasin, ko'zi ko'r bo'lishligi mumkin, ko'zi ketishligi mumkin. Kimiki endi Ismoil alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, u siyosat va fasohat bilan rizqlanadi. Ya'ni aniq chiroyli gapiradigan odam bo'lishlik bilan rizqlanadi. Aytiladiki, u masjid quradi, ya'ni masjid oladi yoki unga tayin bo'ladi, u uchun tayinlanadi masjid. Alloh taoloning quyidagi oyati: "Va id yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayti va Ismoil." Ibrohim va Ismoil alayhissalom baytni poydevorini ko'taradilar deb Alloh taolo aytadi. Yana aytilinadi, kimiki Ismoil alayhissalomni ko'radigan bo'lsa, otasi tarafidan bir qiyinchilik unga yetishligi mumkin. Keyin buni Alloh taolo unga yengil qiladi uni ustida. Va endi kimiki Yoqub alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, unga ba'zi farzandlari tarafidan katta bir mahzunlik, musibat yetishligi mumkin. Keyin Alloh taolo uni bu narsani undan ochadi, ketkazadi va unga mahbubini, suyuklisini unga keltiradi. Kimiki Yusuf alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, unga zulm, qamoq jazosi va qarindoshlari tarafidan bir qo'polliklar, yomonliklar yetadi. Unga bo'xtonlar otiladi. Keyin u podshohlikka yetadi va u uchun dushmanlari tiz cho'kadi. Va aytiladiki, ta'birda akasi dushman bo'lsa, bu tushni egasi ko'p sadaqa qilishligiga dalolat qiladi. Alloh taoloni va tasaddaq alayna akalari aytgan-ku, bizlarga ko'proq sadaqa qiling deb Yusuf alayhissalomga tanimasdan. Va yana hikoya qilinadi, ba'zi insonlar Yusuf alayhissalomni ikkita oyoq kiyimidan birini unga yetganligi, Yusuf alayhissalomni shunday ko'radi va u uyg'onadi. Keyin u tush ta'birchiga aylanadi vaqt o'tib. Va yana hikoya qilinadi, Ibrohimni Abdulloh al-Karmani u Yusuf alayhissalomga gapirayotgan ekanligini tushida ko'radi va aytadiki tushida: "Allimni mimma allamakalloh." Alloh sizga o'rgatgan narsani menga ham o'rgating. Unga Yusuf alayhissalom kiyimini kiygizadi. O'zini kiyimini kiygizib qo'yadi. U uyqudan turadi va tush ta'bir qiluvchilardan biri bo'ladi. Muhammad ibn Sirin aytadilar, men tushimda xuddiki bir jomiyani ichiga kiribman. Unda men va 3 ta mashoyixlar, 3 ta shayxlar va ularni yonboshida go'zal bir suratli bir yosh yigitni ko'rdim. Men u yosh yigitga aytdim: "Man anta rahimakalloh." Alloh sizga rahim qilsin, kimsiz? Aytdiki, "Ana Yusuf, men Yusufman" dedi. Qultu, men aytdimki, "Va haulay mashayxa." Ana bu shayxlar kimlar? Desam, meni otalarim Ibrohim, Ishoq va Yaqublardir dedi. Men aytdimki, "Allimni mimma allamakalloh." Alloh sizga o'rgatgan narsani menga ham o'rgating dedim. U Yusuf alayhissalom og'zini ochdi va aytdiki, "Qara, nima ko'ryapsan?" Men aytdimki, "Tilingizni ko'ryapman." Keyin yana og'zini ochdi. Yana aytdi, "Qara, nima ko'ryapsan?" Men kichik tilchangizni ko'ryapman dedim. Keyin yana og'izlarini ochdilar. "Qara, nima ko'ryapsan?" dedi. Men aytdimki, "Qalbingizni ko'ryapman" dedim. Va menga aytdiki, "Abbir va la taxaf."
tush ta'bir qilavergin, qo'rqmagan. Men tong otgizdim, turdim va ko'rgan tushim shunchalik menga aniq bo'ldiki, xuddiki men kaftimda ko'rib turganday men uni his qilib turdim buni, dedilar. Bu Ibn Sirin rahimahullohning gaplari. Endi kimiki Yunus alayhissalomda tushida ko'radigan bo'lsa, u ishida shoshqaloqlik qiladi va mana bunda mahbus bo'lishlik va torliklar unga meros bo'ladi. Keyin Alloh taolo unga najot beradi va mana bu tush o'sha tushni egasiga g'azabi tezligi va roziligi ham tezligi ekanligiga dalolat qiladi. U bilan qoin qavmning orasida muomala bo'ladi. Kimiki Shuayb alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, unga bir qiyinchilik bo'ladi, u ko'zi ketadi. Agar uni bu holatdan boshqa holatda ko'radigan bo'lsa, qavmi uni haqqida adolatsizlik qiladi, kamaytiradi, unga zulm qiladilar. Keyin esa ularning ustidan g'olib bo'ladi. Ba'zida mana bu tush o'sha tushni egasini qizlari bo'lishligiga dalolat qiladi. Endi kimiki tushida Musa alayhissalom va Harun alayhissalomlarni ko'radigan bo'lsa yoki ikkovidan birini ko'radigan bo'lsa, uni qo'lida zolim bo'lgan podshoh Jabbor zo'ravon halok bo'ladi. Agar ikkovini ko'radigan bo'lsa va jangga ketgan bo'ladigan bo'lsa, jangga ketuvchi holatida ko'rsa, zafar bilan rislanadi. Hikoya qilinadi, Said ibn Musayyibni joriyasi u Musa alayhissalomni Shom tarafda zohir bo'lganligini va uni qo'lida asosi, hassasi bor ekanligini ko'radi va u suvga borganligini ko'radi Musa alayhissalomni. Bu joriya Saidga tushini xabar beradi. U aytadiki, agar tushing rost bo'lsa, Abdul Malik ibn Marvon o'ldi degani deydi. U uchun nima uchun bunday deb bilding deb so'ralganda, u aytdiki, "Ya Alloh taala ba'atha Musa liyaqsumal jabbarina va ma ajidu hunaka illa Abdul Malik ibn Marwan." Chunki Alloh taolo Musa alayhissalomni, ya'ni jabborlarni, zo'ravonlarni sindirishlik uchun yuboradi. Men u yerda faqatgina Abdul Malik ibn Marvonni ko'ryapman, dedi. U mana shunday bo'ldi keyin. Endi kimiki Ayyub alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, u o'zini nafsida ham, molida ham, ahlida ham, bolasida ham shular bilan balolanadi. Keyin Alloh taolo ularni barchasini evaziga to'ldiradi va u uchun bir necha barobar ziyoda qilib beradi. Alloh taolo aytdiki: "Va wahabna lahu ahlahu va mithlahum ma'ahum." U uchun va uni ahli uchun ham ular bilan birgalikda ularni mislicha hiba qildik, hadiya qildik, dedi. Endi Davud alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, uni o'zini holatiga ko'ra ko'rsa, shu Davud alayhissalomni sultonlik va quvvat va mulkka erishadi va kimiki Sulaymon alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, unga ya'ni mulk va ilm va fiqh rislantiriladi. Shu bilan rislantiriladi. Aytiladiki, kimiki Sulaymon alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, valilar va dushmanlar unga bo'ysunadi va uni safarlari ko'p bo'ladi, ya'ni ko'p safar qiladi, dedi. Zakariya alayhissalomni kim tushida ko'radigan bo'lsa, yoshi katta bo'lganda bir taqvoli bola bilan rislanadi, ya'ni farzandli bo'ladi taqvoli bola bilan. Va endi Yahyo alayhissalomni kim tushida ko'radigan bo'lsa, iffat, taqvo va ma'sumlik bilan muvaffaqlashtiriladi. Ya'ni shu narsaga erishadi. Hatto u yagona yetuk kishiga aylanadi. O'sha vaqtda yagona yetuk odam bo'ladi. Va endi kimiki Iso alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, u muborak, manfaatli, ko'p yaxshilik egasi, ko'p safarlar qiladigan kishiga dalolat qiladi va tabib ilmi bilan mukarram qilinadi va bundan boshqa ilmlar ham musharraf qilinadi. Aytayaptilar, xabar beriladiki, Ali ibn Musa ibn Ja'far Rido u otasidan, u bobosidan rivoyat qilgan, hadis qilib aytayapti buni. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma, men Iso alayhissalomni, ya Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma aytayaptilar, men Iso alayhissalomni tushda ko'rdim qulaganimda va men aytdimki, ya Ruhulloh, inni uridu an anqusha ala xotimi, kama anqusha alayhi. Men xotimi uzugimga naqsh qilishlikni xohlayman, naqsh chizishlikni. Nima deb yozay desa, aytadiki, la ilaha illallohul haqqul mubin deb yoz, dedi. U g'am tashvishlarni ketkazadi, dedi. Aytilindiki, bir ayol Iso alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, u ayol homila holatda bo'ladigan bo'lsa, hakim bir bola tug'iladi. Va kimiki Maryam binti Imronni, ya'ni Maryam onamizni tushida ko'radigan bo'lsa, u ulug'likka, insonlarning orasida martabalilikka erishadi va barcha hojatlari bilan zafar qozonadi. Agarki ayol mana bu tushni ko'rsa va u homila holatda bo'ladigan bo'lsa, yana unga bir hakim bola u ayol uchun tug'iladi. Agarki unga u ayolga iftirolar otilishligi ham mumkin, otilinsa ham bundan bari bo'ladi, pok bo'ladi va Alloh taolo uni baroatini zohir qiladi. Ya'ni yomonlikni Alloh undan tozalab turib va uni zohir qiladi. Kimiki endi Maryam alayhissalomga sajda qilgan holatida ko'radigan bo'lsa, u podshoh bilan gaplashadi va u bilan birga o'tiradi. Endi kimiki Danielni ko'radigan bo'lsa, unga mol nasiba beriladi, ko'p ulush beriladi va tush ta'birini biladi, tushni biladi va jabborlarga, zolimlarga, zo'ravonlarga unga bir shiddatli, qattiq bir musibat yetgandan keyin zafar qozonadi. Aytiladiki, u amir bo'ladi yoki vazir, amirning vaziri bo'ladi.
hikoya qilinadi. Abu Abdulloh al-Bahili tushida Danielni yelkasiga ko'targanini, uni devor ustiga qo'yganini, unga gapirganini ko'rdi. Daniel u bilan gaplashib dediki, senga xushxabar qilaman. Sen payg'ambarlar merosxo'rlari qatoriga kirding va ta'bir qiluvchilar orasida imom bo'lding, dedi. Ya'ni shunday tush ko'rdi. Kim Hizr alayhissalomni tushida ko'radigan bo'lsa, bu qiyinchilikdan keyin farovonlik va qurg'oqchilikdan keyin esa baraka va qo'rquvdan keyin esa omonlik kelishiga dalolat qiladi. Endi ba'zilar aytgan, kim tushida payg'ambarlardan biri uni urgandek go'yo ko'rsa, u dunyoda ham, dinda ham o'z orzusiga erishadi. Endi kimiki o'zini bir mashhur payg'ambarga aylanganini ko'rsa tushida, u payg'ambarning sinovi darajasiga qarab qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Qaysi payg'ambar qanday darajada holatiga qarab, uni ham, ya'ni unga sinovlar keladi. Lekin oxiri g'alaba bilan tugaydi va u Alloh taologa da'vat qiluvchilardan bo'ladi, dedilar. Allohu a'lam. Va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.